Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz yurak klapaniga stent qo'yilgan haqida suhbatlashamiz. Shunaqa bemorlar uchraydi bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga. Yuragimga klapan qo'yish kerak ekandek, yurak klapaniga stent qo'yish kerakda. Stent qo'yish kerak deb aytishdi deydi. Qanchadan qancha minglagan bemorlarimiz Allohning qudratiyle tabiiy giyohlarimiz, siruplarimiz yordamida yurak klapanlari ochilib ketib, tiqilmalar ochilib ketib, stent qo'yishga hech ham hojat qolgani yo'q. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari yordamida yurak klapanlariga stent shart emas, donorga yurak almashtirish shart emas. Allohning qudratiyle tabiiy giyohlar yordamida operatsiyaga umuman hojat yo'q. Bemorlar sog'lom bo'ladi. Bemalol kelib bizning tabiiy giyohlarimiz, siruplarimizdan foydalanib yuragingizni klapanlarini top-toza qilib ochib tozalaveradi. Giyohlarimiz hech qanday stent qo'yishga imkoniyat qolmaydi. Allohning qudratiyle tabiiy giyohlarimizdan iste'mol qilib sog'ayishlaringizni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Yuqorgi efirlarda aytgandek, bitta laykingiz bitta bemor sog'ayib tuzaladigan bo'lsa, muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib, 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgisi efirlargacha bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolamiz.